Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar, mazali yaxshimi? Bugun men sizlarga 4-inson inqilobi, ya'ni Klaus Schwab tomonidan yozilgan kitob haqida aytib bermoqchiman. Bekorga bu kitobda mana sun'iy intellektning qo'li va insoniy qo'li birgalikda o'sha birlashish ramzida turmayapti. Bu kitob rostdan ham agar siz bu kitobni o'qisangiz, hozirgi holatda 4-inson inqilobiga kirish qismidamiz biz. Qanaqa qilib sun'iy intellektdan yaxshi foydalansa, o'zimizga og'dirib olish yo'lini va internetdan qanaqa qilib to'g'ri foydalanish. Rostdan ham odamlar tushunchasi bor-ku, qarang 5 yil, 10 yildan keyin biz yo'q bo'lib ketamiz, u bo'lamiz, bu bo'lamiz, internet biz o'rnimizni egallaydi, sun'iy intellekt biz o'rnimizni egallaydi, AGI chiqadi deydigan gaplar bor-ku, noto'g'ri tushunchalar. U narsa qanchalik noto'g'riligini va qisman qanchalik bu to'g'ri faktligini ham keltirib bergan shu kitobda. Agar siz shu kitobni o'qisangiz, bu kitobda polni internet orqali, internetda bo'layotgan hodisalar va internet orqali bo'layotgan hodisalar, qayerdan kelib chiqishi internet, qayerdan kelib chiqqan, qayergacha boradi, buni oxiri nima, shu hammasini boshdan oyoq shu kitobda yozib o'tilgan. Internetga qiziqadigan odamlar, internet o'sha sun'iy intellektga qiziqadigan odamlar, 3D printerlashga qiziqadigan odamlar, neurotexnologiyaga qiziqadigan odamlarga hammasiga bu kitobni tavsiya qilaman. Shunaqangi qiziqarli kitobki, men aytiga 19 kunda o'qib bo'ldim bu narsani. To'g'ri, men uchun uzun, lekin zo'r kitob ekan xullas. Men sizlarga tavsiya qilaman. Ishoning, ketkizgan vaqtingizga achimaysiz agar siz shu kitobni o'qisangiz. Tavsiya qilaman, albatta o'qib ko'ring, meni rivojlantiring.